ko'pchilikning qalbidan joy olgan mana shu anor komplektimizni obzor qilmoqchiman. Hamma buni ko'ynay deb o'ylar ekan, yo'q, aslida bu kostyum bilan yubka. Xo'p, hozir bu yerda yubkasi dazmollashligisini kuta olmadim, chunki sizlarga tezroq ko'rsatgim keldi. Kostyumini o'zini kiyiladigan mana ichlarini bitta sifatlarini ko'ringlar. Viskoza kreplardan astar qilganmiz. O'sha badanga yoqimli bo'lishi uchun. Va oldida tugmalari taqilganidan so'ng mana shu zashitni plankani qo'yganmiz, чтобы bunda orasi ochilib qolib, ichi ko'rinmasligini ta'minlab beradi. Xo'p, ishlatilgan furnituralari juda ham asl sifatli furnituralardan ishlatilgan. Bularni tikayotganda qizlarimizni o'sha nima deydi, har bitta shodasini olib tikishayotganda mana mehrligisi ko'rinib turibdi. Bu komplektimizda o'zi aslida yangi kalta variantda qilganmiz va buni ro'mol o'raydigan qizlarimiz ham so'rashdi. Shu sababli biz ularga shunaqa yechim berdik. Mana bu yubkani matosidan va ichi ko'rinmasligi uchun ichida viskoza krep ishlatganmiz. Bu yengni olib qo'ysa bo'ladi. Kostyumchikka alohida boshqa narsalar bilan kiyish mumkin. Yubkani ham alohida boshqa narsalar bilan bemalol kiyish mumkin. Mana shunaqa chiroyli yo'qki yoqasi bilan, tak fokus olmay qoldi. Mana bo'ldi. Yoqasi bilan albatta o'tib kutamiz mijozimizdan. O'ylaymanki, sizlarga ham yoqdi. Yana qanaqadir fikringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun muhim.